Yo, WhatsApp YouTube ahli, sizlar bilan men Texnomejik va bugungi video horror videoning 5-qismi va so'nggi qismi bo'ladi. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki biz yoz oxirigacha birga bo'lmoqchimiz. Demak, videoni boshladik. Bugungi video sal noodatiyroq bo'ladi, chunki sizlar menga yozgan kommentlarni videoda ko'rsatib o'taman. Okey, o'tgan qismda ham uncha ish qilishga ulgurmadik. Bugun ulgurarmiz. Demak, bu yerda tomorqa qurganman. Bu yerda pechkada ovqat pishyapti. Va pastda hech qanday haligacha maxluqlar yo'q. Menimcha kechga chiqadi yo'q. Birozdan keyin chiqsa kerak. Demak, hozir mana bu yerdan pishirgan narsalarimni olaman. Yaxshi olamiz. Endi buni yeb olamiz. Okey. Yo, atmosfera nimagadir bo'ldi. Qandaydir mod. Yo. Nimadir bo'ldi. Mana buni horror mod desa bo'ladi. Albatta buni Telegram kanaldan olasiz. Telegram kanal silchasi описание va kommentda. Endi bu ovozlar tuman juda ham qorong'u bo'lib ketdi. Buni qayerdandir nimadir qilib o'tiribdi. O'sha yuzini ko'rishimiz kerak. Xo'sh, yuzi qayerda? Pastda emas. Havodamikan? Mana bu tomorqani ko'ramiz. Sandiqqa kerak narsalarni qo'yib qo'yayin, o'lib qolishi mumkin. Qo'ymasam ham bo'ladimi? Xo'sh. Havo ochilib ketdi. Mana bu yerda tosh olaman deganimcha havo ochilib ketdi. Mana tarqayapti asta-asta. Endi fonarlamoqchi edim qorong'i bo'lgan vaqtda. Mana bu yerda nimadir o'tib ketdi. Tak, mana faslarini ham ko'ramiz. Hech narsa hozircha yo'q. Demak, videoni ham davom ettiramiz. Mana pastda ham hech narsa hali yo'q. Pastga tushsam ekan deb turibman, hozir pastga tushsam bir atrofim qorong'ilashib boshladi. Videoni boshiga endi pastga tusha olmayman menimcha. Mana shu yerdan atrofda ko'rayinchi, bir monsterlar ko'rinib qolarmikan. Lekin 3-qism yomon bo'lgandi-da, o'sha narsalar topgan edik, o'chib ketib qoldi. Xo'sh. Hozir buni ovoz kelyapti yana. Ovoz yana kelaveradi. O'zi bu mod keladi, o'ldiradi, ketadi, boshqasiga yaramaydi. Undan qo'rqita olmaydi ham Mimikal. Tak. Mana u nimadir o'tib ketdi qora. Yo, meni tirib yordi. Tepadan. Yo, bitta jonim. Tepaga chiqaman. Yarimta jonim qoldi. Chiqamiz. Okey. Atrofim qorong'ilashib boshladi. Xavfsizlik. Mana chiqdim ana. Lekin hamma joy qop-qorong' bo'ldi. Fonarikdan qaray desam, hozir birdon. Yo, mana boyagi qora narsa. Yo, o'ldirdi. Endi atrof ochilib ketsa kerak. Ha, ochilib ketdi. U kelgancha endi bir bazani yaxshilab mustahkamlab olishimiz kerak menimcha. Lekin endi mustahkamlasam ham bo'ladi. Chunki bu so'nggi qism. Undan keyin horror video chiqmaydi boshqa. Ya'ni shu 5-qismdan so'ng. Demak, narsalarim shop qo'ya yo'g'alyapti. Chunki mana bu kelib o'ldirib ketyapti bizani. Buni solamiz, fakelni olamiz, yorug'roq bo'ladi. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Okey, mana kirkani olish kerak. Pastga ham bir ikkita narsalarni tushib ketdi, endi shularni terib kelamiz. Okey, hozir barcha kerakli narsalarni, oziq-ovqat qurollarini bu yerga qo'yaman. Yana o'lganimdan so'ng qidirib yurmaslik uchun. Xo'sh. Faqat ozgina bir ikkita narsalarni olib qolsam bo'ladimi yo qo'yganim yaxshi? Qo'yaman barcha narsani va o'zim pastga tushaman. Demak, tushamiz. Atrof hali qorong'ilashgani yo'q. U ketdi, lekin yana boshlandi. I see you. Boshqasini bilmaydi. Narsalarni olganda tushgan vaqtimda keladi, lekin tepaga chiqib olsam, o'zim to'g'ri yetmay. Ana ko'rdim, kelyapti. Mana. Narsalarni yeb olayim. Okey. Men qo'rqmayman, bir oktagonga chaqiraman. Aqli yetmay baribir. Ha, yo'q bo'lib ketdi. Duxga o'tira, o'zi bo'yi 3 metrdan chiqmaydi. Yana sakraydi kelib. Xo'sh. Mana duxga o'ttirdi, kela olmaydi bu yoqlarga. Hozircha hech qanday horror modlar ko'rinmayapti. Bu bizning omadimiz. Demak, videoni yana ozgina davom ettiramiz. Narsalarni qo'yamiz va yana bir ikkita tushib ketgan narsalarimni qidirib kelaman. Agar bo'lmasa, qishloqda bir aylanaman. Menimcha barcha narsalarimni yig'ib oldim, demak tushamiz. Mana bu yerdan asta yiqilib ketmasam bo'ldi, chunki Minecraft qochayotganiga tugmalar o'z-o'zidan ishlab ketyapti. Shuning uchun yiqilib ketmay, voy yiqilib ketdim. Xo'sh, mana bu yerlarni qaraylikchi. Yana I see you. Boshlandi.
lekin kelolmaydi yonimga. O'zi buni gapini bir tiyinlik foydasi ham yo'q, qo'rqitmaydi ham, faqat g'ing'illab keladi. Boshqasiga yaramaydi, faqat o'ldira oladi. Qo'rqitish nol. Lekin bu modni ham kimgadir yoqqan tomoni bo'lishi mumkin va barcha modlar Telegram kanalda tashlab qo'yaman. Telegram kanal silkasi описание va kommentda. Albatta o'tib u yerga ham obuna bo'lib qo'ying. U yerga men qanaqa video olishimni eng boshidan aytib qo'yaman. Demak, bu yerga narsalarni qo'yamiz. Fonarikni ham qo'yamiz. Fonar bizga hali juda kerak bo'lishi mumkin. Pastga qaraymiz. Boyagi keldimi ekan? Yo'q, hali kelgani yo'q. O'zini kelmagani ham yaxshi-yu. Hozir mana bu yerdan pastlarni bir qidirib ko'ray. Yo'q! Yerga tushdim, afsus. Minecraft qotayotganidan yana bitta dalil bo'l. Demak, chiqib ketib qoldim o'yindan bilmasdan. Mana qorong'i, yana qaytamiz. Va kirib chiqqanimcha qorong'i bo'lib qopti. Okey. O'zi pastlar ham tuman tushdi. Lekin bu Minecraft tuman emas, o'zimiz bilamiz bu horror moblarni chiqarayotgan narsasi yo'q. Qo'yib yubordim. Endi buni sindirish kerak. Xo'sh, 2 soat ketadi. Bu joyni o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi. Sinmaydi bu. Ana sindi. Endi sandiqqa ikkinchisini solib qo'yaman. Voy, kirka bor ekan-ku, kirkadan sindirsam bo'lar ekan. Xo'sh, mana bu yerda endi o'tgan safar qizil oy edi, endi pushti oy, keyingi safar ko'k oy chiqamlayman. Mana bu yerda tuman, moblar yana yovuzlashgan. Yana doimiy ob-havo. Lekin oy bu safar chiroyliroq ko'rinyapti. Settingiz override yoqib olsak, yo'q, qizardi ozgina. Oy qizaryapti. Nice, lekin oq tuman taratyapti, qizil pushti bo'lib kelyapti. Video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki bizning maqsadimiz yoz oxirigacha birga bo'lish. Albatta bularga sizlar bilan erishamiz. Demak, video haqidagi taassurotlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Chunki men kommentariyaga hozirgi videodagidek sizlarning kommentingizni ham olib chiqaman. Albatta siz yaxshi komment yozgan bo'lishingiz kerak. Xo'sh, mana bu yerdaman, yana boshlanyapti. Tun ana bu yerda Mimikil yuribdi, o'zicha kelaman deb, lekin kelolmaydi, duxi yetmaydi. Tepaga chiqishga aqli yetmaydi. O'zi bir aylanib yuraversa, mayli sarson qilamiz buni. Mana bu yerga tiqilib qolibdi uychan yoniga. Yo zombi ekan u. Xo'sh, mana Mimikil o'zicha hozir bu o'ylayapti, biz pastga tushamiz, uni uramiz, keyin u meni o'ldiradi deb shunday o'ylayapti. Lekin biz loqmas, biz hozir yoqqa borsak ko'rsatadi ko'rgijimizni. Shun tushmaymiz. O'zi o'ynab o'zi ketaversin. Sigirni yoniga bor, yugurib qochib ketdi. Xuddi o'sha bu yugurganga biz quvlab ortidan borishimiz kerak, lekin keyin bizani duximizga o'tirg'izadi. Shuning uchun bormaymiz. Lekin tuman ham kuchaydi, oy ham zo'r chiqyapti. Tveraga gap bo'lishi mumkin emas, lekin bu chiroyli emas, qo'rqinchligidan yomonligini bilishingiz mumkin. Tuman ham ketmayapti, hozir pastga tushsak tuman moragasiga qolib ketamiz. Ana bu yerda ham turibdi Mimikil. Lekin men hozir umuman hech narsa qila olmayman menimcha, chunki ana bu yerda Mimikil turibdi. Ham zombilar, skelet, o'rgimchaklar, creeperlar, yovuz moblar yuribdi. Ya'ni bironta mobni urib borsak, u horror mobga aylanyapti. Lekin men bunday sharoitda hozir pastga tushsam o'lishim aniq. Sandiqni qaraylikchi. Va yana shamolning ovozi keldi. Menimcha keladimi deyman hozir. Mana o'ldirami yo fonar bilan hozir atroflarni yoritamiz, oyga tutamiz, yerga tutamiz, Mimikilni ko'ziga tutamiz. Bu mod Telegram kanalimda, uni ham yuklab olishingiz mumkin. Bu versiya hozir Bedrock Edition 1.21 plus versiya va 1.21 versiyalarning hammasiga bu modlarning barchasi tushadi. Men faqat 1.21 da o'ynayman. Agar boshqa versiyaga o'tsam, uni ham Telegram kanaliga tashlab qo'yib, unga tushadigan modlarni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Barcha modlar Telegram kanalida bemalol yuklab olishingiz mumkin va ishlamaydigan past telefonlarga ham ishlaydi. Chunki modlar juda ham sifatli qilib ishlangan. Okey, qishloqdagilarning eshigi ham barchasini sindirib ketdi. Mimikillar qishloq ham qolmadi, Galim ham o'ldi. Afsuski 2-3 marta Galim yasashgandi qishloqlar. Ularni Mimikil o'ldirib tashladi. Demak, yana tuman bo'lyapti, ovozlar, doimiy muhit. Mana pastga tushib bitta o'ldirsam ekan-a? Keyin meni urib o'ldiradi yovuzlashib. Atrof normalli. Qo'rqishga hojat yo'q, qo'shiq aytib o'tirmayman-ku endi. Demak, men boya aytganimdek Telegram kanalimning chati ham bor va chatga istalgan mod kerak bo'lsa yoki Minecraft kerak bo'lsa,
kanalimga qo'shila olmay qolgan bo'lsangiz, chatga qo'shila olasiz. Chatga qandaydir mod yoki Minecraftning versiyasini so'rasangiz, adminlar tashlab beradi albatta. Demak, chatga ham, Telegram kanalga ham qo'shilib qo'ying, lekin Telegram kanalidan asosligi yo'q. 100% ehtimol bilan qo'shila olasiz. Va chatning bir qoidasi bor, so'kinmaslik kerak. Shuning uchun chatda intizomga rioya qiling. Demak, pastda hali ham tuman ketgani yo'q. Okey, baribir pastga tushmayman. Chunki bu videoda hali uncha hech narsa qilishga ham ulgurmadim. Sizlar bilan men Texnomagic bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.